Demak, to be ingliz tilida muhim fe'llardan biri bo'lib hisoblanadi. Bu bo'lmoq fe'li deb tarjima qilinadi. To be ning 3 xil shakli bor. Demak, bizda qo'llanishimiz kerak bo'lgan o'tgan zamon shakli, was were, hozirgi zamon shakli, am is are, kelasi zamon shakli, will be, shall be. Bu yerda subject ya'ni ega men, I men, he she it, u, you we they. Demak, men deganda bizani to be'miz I ga am bo'ladi. He she it bularning barchasiga is to be fe'li ishlatiladi. You we they ga biza are ni ishlatamiz. Demak, bularning ishlatilishi. Demak, I am a student. I'm a student. Keyingisi. Demak, he yoki she ga ishlatadigan bo'lsak, she yoki he is a teacher. Demak, bu yerdan they ni oladigan bo'lsak, they ga ham are ishlatamiz. They, we, you ga are. Happy desak bo'ladi.